Demak, quyidagi misolni ko'rib ketamiz. Sharti quyidagicha. Mana shu funksiyaning qiymatlar sohasini toping deyapti. Qiymatlar sohasi qanday topiladi? Modulli funksiya. Xo'p, buni yechishning yo'llaridan biri modullardan qutulib olishimiz kerak, ya'ni modulni yo'qotib yuborishimiz kerak. Shartlar berib soniq chizamiz. Demak, xavfli nuqtalarimiz -2 va 0. Bu funksiyani 3 ta oraliqda yechishimiz kerak ekan. Mana birinchi oraliq, ikkinchi oraliq, uchinchi oraliq. Ya'ni bu oralig'imiz -2 dan kichik yoki teng sonlar, keyingisi -2 dan katta, 0 dan kichik yoki teng sonlar, keyingisi 0 dan katta sonlar. Xo'p, quyidagi funksiyani yozib olamiz. Y barobar modul x plus modul x plus 2. O'sha funksiyani mana berilgan oraliq bo'yicha ochib chiqadigan bo'lsak, qanday funksiya kelib chiqadi? Xo'p, bu yerda e'tibor beramiz. -2 dan kichkina bo'lsa, -2 dan kichkina sonlarni x o'rniga qo'ysak manfiy son bo'ladi. -2 dan kichkina sonlarni x o'rniga qo'ysak manfiy son bo'ladi. Demak, bu funksiyamiz y barobar manfiy son bo'lsa -x bo'lib chiqadi. Ikkinchi modulimiz ham minusga ko'paysa -x -2 bo'ladi. Y barobar -2x -2 degan funksiya bo'lar ekan. Birinchi oralig'imizda, ya'ni x ni -2 dan kichik yoki teng deganimizda. Keyingisi, hop, ikkinchi oraliqqa o'tamiz. Y barobar modul x qo'shuv modul x qo'shuv 2. Bu funksiyada nima bo'ladi? Demak, -2 0 oraliqdagi sonni x ga qo'ysak manfiy bo'ladi. -2 0 oraliqdagi sonni x ga qo'ysak musbat bo'ladi. Xo'p, modulni ochib yuboradigan bo'lsak, y barobar modul ichida manfiy bor, -x bo'lib chiqadi. Ikkinchisi x plus 2 ni o'zi. X lar qisqaradigan bo'lsa, y barobar 2 degan funksiya chiqar ekan. Xo'p, ikkinchi oraliqni ko'rdik. Endi uchinchi oraliqqa o'tamiz. Uchinchi oralig'imiz 0 dan katta sonlar deyapti. Funksiyamiz y barobar modul x plus modul x plus 2. Endi uchinchi oraliqda yechamiz. X 0 dan katta bo'lsa musbat son, ikkinchisi ham musbat son. Xo'p, 0 dan katta bo'lsa birinchisidan ham x chiqadi, ikkinchisidan x plus 2 chiqadi. Funksiyamiz 2x plus 2 bo'lib qoladi. Xo'p, bizga mana shular kerak bo'lar edi. Endi buning mana bu funksiyaning grafikini yasaymiz. O'shanda uning qiymatlar sohasi aniq bo'lib qoladi. Koordinatalar o'qida yasaymiz. Xo'p, quyidagicha grafik yasaymiz. Avval biz mana bu funksiyaning grafikini yasaymiz. Faqat x ga biz berishimiz mumkin -2 dan kichkina sonlarni va -2 ni. Keyin esa mana bu grafikni yasaymiz. -2 0 oraliqdagi sonlarni berib va y barobar 2x plus 2 grafikini yasaymiz. Faqat x ga 0 dan katta sonlarni berib. Grafik yasashni boshladim. Avval birinchi mana bu funksiyani yasayman. Chiziqli funksiya faqat -2 va undan kichkina sonlarni beramiz. Demak, shu funksiyaga -2 ni beradigan bo'lsak, 2 chiqadi. Demak, -2 da 2 ekan. Mana shu nuqta. -2 dan kichik -4 ni beradigan bo'lsak 6 ekan.
Mana bu nuqta. Va hokazo. Shu ikkita nuqtani tutashtirib qo'yamiz. Chiziqli funksiya chunki grafikimiz taxminan shunday keladi. Keyingi funksiyaga o'tamiz. Ya'ni y barobar 2 degan funksiya bu o'zgarmas funksiya. -2 dan 0 gacha o'zgarmas funksiya bo'lar ekan. Mana yasadik. Va undan keyingi funksiyani yasaymiz. 2x plus 2 ga faqat x ga 0 dan katta sonlarni berib, misol uchun 1 ni beramiz. 1 ni bersak 4 bo'ladi. Mana bu nuqta ekan. 2 ni beramiz. 2 ni bersak 6 bo'ladi. Va hokazo. Demak, funksiya grafik yasaldi. Bo'ldi. Grafik yasaldi. Xo'p, funksiyadan ko'rinib turganki, x, y o'qi qiymatlar soha deganda y tushuniladi. Bu funksiyaning eng kichik qiymati bu y o'qida 2 bo'lyapti va undan katta sonlar funksiya davom etib ketyapti ikkala tomonga. Y o'qida cheksiz qiymatlarni keltirib chiqaryapti. Demak, bu funksiyaning qiymatlar sohasi demak y tegishli 2 dan plus cheksizlikgacha ekan.